Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotira fondi 17 oktyabr muhokama yig'ini ochdi. Yig'inda Xitoyni javobgarlikka tortish masalasi, Uyg'ur majburiy emgakini texmi unumli cheklashda erishgan natija, duch kelgan xiris, qiyinchilik va buni hal qilishning choralari muzokara qilindi. Mazkur xotira fondining Beijingning Uyg'urlarga qarata davomlashayotgan zulmi mavzuliq bu muhokama yig'ini uning 18 oktyabr boshlangan yillik Xitoy munbiri yig'inining harpisida o'tkazildi. Yig'inda mutaxassislar va faoliyatchilar Xitoyning Uyg'urlarni bostirish harakatining yaqinga o'zgarishi, Uyg'ur majburiy emgakidagi yangi yuzlanish, ta'minlash zanjiridagi xiris, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishda ilinishga tegishli tadbirlar haqida o'zlarining eng yangi tadqiqoti, taklif fikr va talablarini o'tirg'a qo'ydi. Muhokama yig'ini orasida yana Xitoy Uyg'urlarining fojiasi nomli hujjatli film ko'rsatildi. Xitoy siyosiy kengash a'zolaridan tashkillangan bir o'mak Sharq Turkistonga tekshirishga borgan bo'lib, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlarini ta'kidlab, atalmish o'tir boshlang'ich maktablarining Junxo munavvar an'anaviy madaniyati tarbiyasiga turtki bo'lishi kerak deb chora soldi. Tangritog to'rining bu vaqtdagi xabarida 9 oktyabrdan 13 oktyabrgacha Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi Hu Junxoning yetakchiligidagi siyosiy kengash a'zolaridan tashkillangan bir o'makning atalmish o'tir boshlang'ich maktablarining Junxo munavvar an'anaviy madaniyati tarbiyasiga turtki bo'lishini nishon qilgan holda Sharq Turkistonda tekshirishda bo'lganligi hamda maxsus temalik suhbat yig'ini ochganligi qayd qilingan. Mazkur o'mak Qarmay shahri, Altay viloyati, Tarbog'day viloyatidagi ko'plagan o'tir boshlang'ich maktablarga borgan va bu jarayonda Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilish, Sharq Turkistonni xitoylashtirish siyosatini ta'kidlagan. Rossiya energiya shirkati Gazpromning mas'uli Aleksey Millerning aytishicha, Rossiyaning Sibiriya elektr turbi yo'li orqali Xitoyga yetkazilgan gaz miqdori bulturqidan 46,6% oshgan. Gazpromning bayonotiga qaraganda, Miller Xitoy poytaxti Beijingda Xitoy neft va tabiiy gaz shirkatining raisi Deng Xuliang bilan ko'rishgan. Amerika Mudofaa Ministerligi 5 burchakli binoning Xitoyning harbiy va bexatarlik taraqqiyot yillik dokladida Beijingning 2022-yil yadro kengaytirishni davomlashtirganligi ko'rsatildi. Dokladda mundaq deyildi: Davlat Mudofaa Ministerligining mo'lcharicha Xitoyning 2023-yil 5-oygacha 500 dan ortiq mashg'ulot yadro o'qbeshi bor bo'lib, ilgirki mo'lchardan eshib ketgan. Dokladda 2030-yil Xitoyning yadro o'qbeshining soni 1000ga yetadiganligi, 2035-yilgacha yadro sig'imining kuchini davomli oshiradiganligi mo'ljallangan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie Hindistondan 41 diplomatni chekintirganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston tarafidan nashr qilingan 40 kishining ismi bor bo'lgan bir terrorlik tizimiga kirgizilgan bo'lguncha saq tashkiloti Xoliston ozodlik armiyasining boshlig'i Hardeep Singh Nijjar 18-iyun Kanadada o'ldirilgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Nijjarning o'ldirilishida yangi Dehli hukumatining qo'li borligini o'tirg'a qo'ygandan keyin ikki davlat munosabati jiddiylashgan edi. Israeliyaning G'azza rayonida davomlashtirayotgan bombardimonlarda 1524 bolani o'z ichiga olgan 3785 odam hayotidan ayrilgan. G'azzadagi Falastin Sahiyya ministrligining bayonotchisi Ashraf Al-Qudra bu haqda yozma bayonot e'lon qilgan bo'lib, qazo qilgan 3785 kishining ichida 1524 bola va 1000 nafar ayol bor ekan. Israeliya hujumida yaralanganlarning soni 12993 nafar bo'lib, yaralanganlarning 3983 nafari bola, 3300 nafari ayol ekan.